forumda mikrobioma va surunkali endometritdan juda ham qiziq ma'ruzalar bo'ldi va bizning klinikamizda ish faoliyatlarini olib boradigan bizning ustozlarimizdan biri bo'lgan Amin Baxtiyorovga juda ham katta rahmat aytmoqchimiz. Chunki aynan bizning klinikamizda qo'llaniladigan takroriy homila tashlash yoki bir necha marotaba homiladorlik qon ketishi bilan yoki o'xshamagan endometri qavatlari yoki endometri qavatlarining yo'qoligi, embrion transferi natijasi bo'lishligi bu holatlarda butun dunyoda qilinayotgan ishlar, ya'ni 3D UZI qilish, CD138 ni ko'rish, gastroskopiya amaliyoti, PRP terapiyalar, fizioterapiyalar, aynan Lactobacillus crispatus qo'llanilishi, bular hammasi hozirgi kunda butun dunyodagi eng yuqori va Amerikada даже qo'llanayotgan usullar hisoblanadi va aynan biz bu usullarni foydalanamiz. Bizga ma'lum darajada Amin Baxtiyorovich bilimlar juda ham ko'plab yordam beradi. Aynan bizning klinikamizda jahon standartlariga mos ravishda davolanish ham